محفل باشکوه به مناسبت ارزگذاری به جایگاه زبان ازبکی در مکتب خصوصی آیدین یلدوزلری برگزار گردید. این محفل با حضور استادان، شاگردان و دوستداران فرهنگ فضای سرشار از رنگ و صدا و شعور اجتماعی آفرید و هر بیننده و شنونده را به قلب فرهنگ ازبکی برد. استاد سید تاج‌الدین تاشقین بهایی در سخنان خود گفت زبان ازبکی چون در دل تاریخ ریشه دارد هیچگاه فراموش نخواهد شد و هر کلمه ای که به این زبان نوشته و خوانده می شود چراغ تازه بر راه فرهنگ هویت ما روشن می سازد. Bunday ihtifollar xususan yoshlarni rasda juda muhim. Yoshlarni o'sha o'tmish tarixi bilan oshno qilish va kelajakda yaxshi insonlar bo'lib o'sish, tilga xizmat qiladigan insonlar bo'lish uchun belni bog'lashga juda muhim rol o'ynaydi. Chunki o'sha o'tmishidan, tarixidan bexabar insonlar hech qachon millatiga xizmat qilishga tayyor bo'lmaydi. Mana shunday mahfillar orqali o'sha o'tmish madaniyat namoyishga qo'yish, siz ko'rdingizki mana dramalar bo'ldi, o'sha to'g'ridan to'g'ri o'sha tarixga bog'liq hodisalarni dramaga aks ettirish bu yoshlarning ruhiyasiga juda ta'siri kuchli bo'ladi. در ادامه استاد باتور نفیرزاده نیز نقش زبان ازبکی را در پیوند اجتماعی، تقویت فرهنگ و پاسداری از میراث تاریخی برجسته ساخت. Aydin Yıldızlar xususi maktabi barcha tillar, farhanglarga xos va juda qiziqarli o'rin va baho beradi. Shu munosabat ham ushbu mavridga yo'lga qo'yilgan ediki, o'zbek til va adabiyotining bahosi va o'rni tariximizga va farhangimizga qandoq bo'lishligini shogirdlarimizga va butun jamoatimizga tarqatish uchun shu ehtifolni yo'lga qo'ygan edik. Shundoqsi ehtifollar hamisha jamoamizga borligi boiski bizlar o'zimizni dunyoga yaxshiroq tanitamiz. در کنار سخنرانی ها ترانه های دلنشین ازبکی اجرا شد، غذاهای محلی به نمایش گذاشته شد و تازه ترین کتاب های چاپ شده به زبان ازبکی برای بازدید کنندگان معرفی گردید. این محفل فرهنگی با استقبال گرم اشتراک کنندگان پایان یافت و پیام روشنی به همراه داشت. زبان ازبکی زنده است چون در رگه های تاریخ و در قلب مردمش می تپد.